Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Roald Dahlning Charlie va shokoladlar fabrikasi asari hamda uning kinoadaptatsiyalari haqida gaplashamiz. Barchamizga tanish bo'lgan Johnny Depp ijrosidagi Willy Wonka obrazi 70-yillardagi shedevr film va Timothy Chalamet ijrosidagi yangilangan versiya bularning barchasini bog'lab turgan yagona narsa Charlie va shokolad fabrikasi kitobidir. Roald Dahl 1964-yilda yosh yigit Charlie va shokolad fabrikasining antiqa xo'jayini Willy Wonka haqida asar yozadi. Kitob mashhurlikka erishib bir necha tillarga tarjima bo'ladi. Qiziq ma'lumotlardan biri shundaki, Roaldning o'zi ham yoshligida shokolad degustatsiyasi bilan shug'ullangan. Cadbury kompaniyasi maktab bolalariga bir necha quti shokolad yuborib, ularning fikri bilan qiziqqan. O'sha maktab bolalarining ichida Roaldning o'zi ham bor edi. Kim bilsin, aynan mana shu voqealar ham yozuvchiga mana shunday shedevr asar yaratishga turtki bo'lgandir. 1971-yilda ushbu asar asosida film suratga olinadi. Gene Wilder Willy Wonka rolini ijro etadi. Aytib o'tish kerakki, film kitobdagi syujetdan chiqib ketmaslikka uringan. Gene ham Wonka rolini aynan kitobdagidek ijro etgan. Filmda Wonka sirli, quvnoq va hazilkash. 71-yilgi adaptatsiyada yaxshi xulq va kamtarlik hamisha g'olibligi ko'rsatib berilgan. Afsuski, ushbu film kinoprokatda omadsizlikka uchragan. 2005-yilda Warner Brothers kompaniyasi tomonidan ishlangan kino esa bu asarni yanada mashhurroq qiladi. Tim Burton rejissyorligidagi filmda Willy Wonka obrazini Johnny Depp gavdalantiradi. Bu versiyada Wonka qahramoni ancha murakkab va biroz salbiy bo'yoqlarga ega. U bolaligida olgan travmalari oqibatida shunday ahvolga tushadi. Kinoda Wonkaning otasi ham ko'rsatiladi. Va u shifokor, farzandiga nisbatan qattiqqo'l, uning shirinliklar yeyishiga ruxsat bermaydi. Ushbu filmda ijtimoiy tengsizlik, oilaviy qadriyatlar chuqurroq ochib berilgan. 2023-yilda esa Willy Wonkaga atalgan yana bitta film namoyish etiladi. Bu safar bosh qahramon Willy Wonkani Timothy Chalamet ijro etgan. Bu film kitobdan ancha farqli, Wonkaning yoshligi haqida hikoya qiladi. Kinoda Wonkaning shokolad do'konini ochish orzusi, bu yo'ldagi qiyinchiliklari, umpa-lumpalar bilan qanday tanishgani ko'rsatilgan. Filmda biz Wonkaning onasi haqidagi syujet liniyasiga guvoh bo'lamiz. Ana endi kitob va kinolarda umuman o'zgarmagan qahramonlar, bolakaylarga to'xtalib o'tamiz. Willy Wonka 5 nafar bolani fabrikasiga chaqirib, ularga shokoladlar qanday tayyorlanishini ko'rsatadi. Keling ushbu 5 nafar bolaga biroz ta'rif berib ketamiz. August Gloop haddan tashqari ochofat bola bo'lib, u o'z nafsini jilovlay olmaydi. August uchun ovqat asosiy quvonch manbai bo'lib, u gedonistik turmush tarzini yaxshi ko'radi. Bu qahramon orqali nafsni tiya olmaslikning natijasi yomon bo'lishi, o'zini nazorat qilish muhim fazilat ekanligi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Veruca Salt o'ta qaysar, o'z xohishlarini bajartiradigan qiz. U nazorat qilinmagan narsistlik tendensiyalarini namoyon etadi. Unda mustaqil qaror qabul qila olmaslik, odamlarni manipulyatsiya qilishga moyillikni ko'rishimiz mumkin. Veruca bizga hamma narsa ham boylik bilan hal bo'lavermasligi, yaxshi tarbiya va sabr-toqat muhimligini o'rgatadi. Violet Beauregard hamma narsada g'olib bo'lishga intiluvchi, hech qachon to'xtab qolmaydigan shaxs. U tanazzulga uchragan mukammallikka intiluvchi obsessiv shaxs timsolini namoyon etadi. Violet o'z xatolarini tan olmaydi va ulardan xulosa chiqarmaydi. Ha, raqobat muhim, lekin ba'zan to'xtashni va xatolarni tan ola bilishni ham unutmaslik lozim. Mike TV televizorga qattiq bog'lanib qolgan yigitcha. U o'zining ijtimoiy hayotidan ajralgan va odamlar bilan normal muloqot qilishni unutib qo'ygan. U orqali real hayotdan ajralib qolish yaxshimisligi, haqiqat va illyuziyani farqlash lozimligini bilib olamiz. Charlie Bucket kamtar, odobli va mehribon bola. Uning kitob va kinolardagi asosiy missiyasi halollik, kamtarlik doimo mukofotlanishini ko'rsatib berish. Mana Charlie va shokoladlar fabrikasi asariga biroz bo'lsa ham to'xtalib o'tdik. Roald Dahl qalamiga mansub ushbu asarni o'qiganmisiz? Uning qaysi kinoadaptatsiyalari sizga juda ham yoqqan? Mana shularni izohda qoldiring. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha